Bu kun tiladim baxtu saodat. Alloh ato etsin tinchlik va omad. Yana kuningizga fayz ato etsin. Bu kun barchangizga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Xayrli kun, dilga yaqinlarim. Dil so'zlarim siz uchun jonli qo'ng'iroq va tabriklar loyihasi. Mikrofonlar qarshisida g'oyibona diydorda yana siz bilan to'lqinlarda. Durdona Sanakolovna. Alo, Alo, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Bugun o'zlarini shukrona ayyomlarini qarshi olayotgan Mahliyo opajon sizmisiz? Ha, Sihat salomatmisiz? Bezovta qilmadimmi sizni? yo'q. Minnatdormiz. Opajonim, ayni daqiqalarda tinglayotganingiz Dil so'zlarim siz uchun jonli qo'ng'iroq va tabriklar loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisi Durdona Sanakolovna bilan to'g'ridan to'g'ri jonli muloqot orqali suhbatlashmoqdasiz. Bugungi quvonchli ayyomlaringiz, qarshi olgan yana bir go'zal xayrli yoshlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi kun munosabati bilan loyihamizga aynan siz uchun atalgan chiroyli dil izhorlari kelgan. Ushbu go'zal dil izhorlarini, omonat maktublarni sizga yetkazdirish maqsadidaman. Shu o'rinda kichik bir savol ila murojaat qilmoqchiman. Opajonim, nima deb o'ylaysiz, bugungi chiroyli dilnomalar kim tomonidan bo'lishligi mumkin? Bilmadim, kim tarafdan odamlar ammam tomonidan bilyaptimi? Albatta, sizni yaxshi ko'rib, qadrlovchi jon jigarlaringiz tomonidan. Ularni sizga o'zim aytib o'taman, opajon. Bugun barcha mehribonlaringiz nomlaridan ayajoningiz Yulduz opamiz, dadajoningiz Asqar akamiz, jigarlaringiz Oxunjon akamiz, Navruzjon akamiz, kelinlaringiz Farangiz opamiz, Maftuna opamiz, Layloxonlar va barcha jigarlaringiz nomlaridan bugun o'zlarini chiroyli izhorlarini sizni juda ham yaxshi ko'rib qadrlovchi yana bir eng kichik mehribon ukajoningiz Feruz aynan siz tomon chiroyli tabriklar ila murojaat qilyaptilar. Aha, Qimmatli vaqtingizni birozginaga olgan holda ukajoningizning siz uchun atalgan tabriklarini o'zingizga yetkazdirib qo'ysak maylimi? mayli. Minnatdormiz opajon, marhamat. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchamizni qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib, mehrga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q, yagonam, mehribon opam bor mening. Assalomu alaykum qadrligim, mehribonim, bag'ri keng, mehri osmonlarga qadar teng bo'lgan, sabr matonatda, mehr muhabbatda tengsizim, hamisha yonimizda yon bo'lgan, sinovli kunlarimizda suyagan, quvonchli kunlarimizga sherik bo'lgan, mehribonim, suyanganim, jonimdan-da aziz ko'rgan opajonim. Sizni bugungi shukronalik ayyomlaringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohimdan neki xayrlisi bo'lsa, barchasini sizga tilab qolaman. Hamisha go'zal niyatlarimdasiz opajon. Yuragimga eng yaqinim, hayot sinovlarimda doimo yonimda tirgak bo'lgan, har bir kunimda yonimda yon bo'lgan o'zimning maslahatgo'yim. Opajon, bilasizmi? Siz dunyodagi eng mehribon, mehridaryo opasiz. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Doimo yaqinlarimiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga, jiyan-jonlarim baxtiga, ota-onamiz, barcha jigarlar va albatta meni baxtim uchun doimo sog' bo'ling. Boringizga ming bora shukr. Doimo mana shunday go'zal, samimiy tabassumingizning sohibasi bo'lib yuring. Sizga dilimdagi borki ezguliklarni tilayman. Inshaalloh hamisha hayot yo'llaringiz Robbimdan go'zal kelajak yo'llarida hidoyat, inoyatlariga boy bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Ikki olamlarda ham aziz va mukarram bo'lishligingizni niyat qilaman. Borligingizga beadad shukronalar aytaman. Bolalik davrimizdan har doimo bizlarga o'z mehrini bergan, qo'llarimdan tutib katta qilgan mehribonim. Neki sara narsalar bo'lsa, jonim ukajonim, senga deya doimo meni o'ylaganim. Boringizga shukr. Baxtimga hamisha salomat bo'ling.
Inshaalloh bachchajonim bilan qo'shsha qarab, dunyoning eng baxtli oilalarining saflarida bo'ling. Qo'shsha qaragan holatda birga Robbimning go'zal baytlariga qadam ranjida aylamoqlik, hoji ota, hoji onalar bo'lmoqlik sizlarga nasib aylasin. Inshaalloh hamisha yaxshi kunlaringizga yelkadosh bo'ling opajon. Chiroyli ko'zlaringiz namni, mehrga lim-molim, barchamizga mehr ulashib tolmagan go'zal qalbingiz bu bir kam dunyosida hech qachon g'am va tashvishni ko'rmasin. Boringizga shukr, mehribonim opajonim. Biz jigarlari uchun doimo borki borini, jonini tutishga tayyor bo'lganim. Bir desam, okajonim deya yonimda doimo hozir bo'lgan. Bir ohimga ming voh deya doimo tayyor turgan mehribonim. Ilohim 100 yoshlaringizni ham nishonlashlikni Robbim nasib aylasin. Pochchajonimga Robbim mo'l-ko'l rizq bersin-u, qadamlaringiz birga Robbimning go'zal baytlariga serqatnov bo'lsin. O'zingizni doimo bizlar uchun ehtiyot qiling. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Onam kabi menga mehribon. Yonimda siz har qachon, har on. Bo'lsin doim joningiz omon. Sizni yaxshi ko'raman, opa. So'zlaringiz dardimga davo. Keragimsiz go'yo suv, havo. Bo'lmasangiz bo'laman ado. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Yo'qlamasam ranjib qolmaysiz. Mehr berib sira tolmaysiz. Men kulmasam siz ham kulmaysiz. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Dardlar kelsa darddoshim meni, yonimdagi sirdoshim meni, dunyodagi yagonam meni. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Mehri ummon, mehribonimsiz, shirin so'zli, xush zabonimsiz, yonimdagi farishtamdirsiz. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Borligingiz baxtimdan darak. Siz sababli uradi yurak. Men uchun siz har doim kerak. Men sizni juda yaxshi ko'raman, opa, deya bugun chiroyli tabriklarni eng kichik mehribon ukajoningiz Feruzjon nomlaridan qabul qilib olasiz, opajon. Rahmat sizlarga ham. Ko'mga ham kattakon rahmat. Baxtimga hamisha sog'lik bersin, ishqi kelanim bilan qo'sha qarisin, qo'llarni huzurini ko'rsin. Rahmat sizlarga ham. Ilohim, ayni daqiqalarda esa opajonim loyihamiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Qalbingiz qo'rida ukajoningizni o'zlariga hech qachon aytolmagan dil izhorlaringiz bo'lsa, loyihamiz orqali yo'llashligingiz mumkin. Biz sizni tinglaymiz va yaqin fursatlar ichida ukajoningiz ham siz bilan bo'lgan suhbatimizni guvohi bo'ladilar. Ularni huzurini ko'rsin. Ilohim opajon, sizni juda ham yaxshi ko'rib, qadrlovchi mehribonlaringiz uchun o'zingizni doimo ehtiyot qiling. To'lgan xayrli yoshingizga ko'p yillar davomida xayrli, mazmunli yoshlar qo'shilsin. Doimo yaxshi kunlarda sizlar bilan bedorlashlikni Allohdan so'rab qolamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganligingiz uchun tashakkurlar aytaman, opajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Mayli, rahmat sizlarga. Ishlaringizga. Omad. Minnatdorman. Salomat bo'ling. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovuntirar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovuntirar hammani.
nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, kulib turar gul yuzingizdan. Onajonim mening toyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, kulib turar gul yuzingizdan. Opajonim mening, siz mehribonim mening, yig'lasam quchoqlab ovuntirar hammani. Opajonim mening, siz mehribonim mening, yig'lasam quchoqlab ovuntirar hammani. Boshimni silaydi erkalar, xuddi yoshligimdek ertalar, ko'ngli ochiq butun olamdek, biram mehribon onamdek. Opajonim mening toyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan,